Ma'lum. Kechagina tozaladik. Oxirgi marta qachon yon atrofni chiqindidan tozaladingiz? Kecha ostanovkadagi baklashkani olib, musor chelakka tashladim. O'rtoqlarim bilan oxirgi marta tozalaganman. Har juma, shanba, yakshanba tozalaymiz. O'tgan hafta jamoat transportidagi musorni ochib ketdim. Shu yo'limizdan qanaqadir chiqindi chiqsa, shu holatlarda tozalab yig'ishtirib ketamiz. 3 kun oldin ayam va birga biz ko'chadagi musorlarni musor mashinaga tarqatib, musorlarni yig'ishtirib, tashqari muhitga foyda qildik. Bironta bir musor axlat ko'rib qolsam, o'sha zahot tozalab ketaman. Va bu yoshlarga ham shu maslahatni beraman. Musor chiqib qolsa, tozalab ketaveraman, menga farqi yo'q. 2 hafta oldin domimizning pastida hashar bo'ldi, o'shanda birga chiqdik. Kam botiqlar bo'lsa, qarashkar hasharli bo'lsa chiqamizlar. Kechagina tozaladik. Yotoqxonamiz. O'tgan kuni o'rtoqlarim bilan sinfimizni tozalagandim. Masalan, men o'zimga yaqin hududdagi barcha joylarni har doim tozalashga harakat qilaman. Yaqinda tog'da bo'lganimizda suv maydonidan plastik chiqindilardan tozalagandik. O'rtog'im har doim hech qachon musor tashlattirmaydi. Ariqga tashsa, ariqdan oldirib o'zimiz musorga tashlattiradi. Har kuni atrof muhitlarni tozalaymiz qo'ldan kelgancha. 1 oy oldin ishimda